Assalomu alaykum ustoz Tursun. Va alaykum assalom. Har bitta sinfda bir dona bo'lsa ham shunaqa o'quvchi bo'lgan. Maktab borligi esingga tushib qoldimi? Ishda edim kecha. Mancha o'qiysan maktabda. Ota joyingga. Keyin so'rashasan. Keyin so'rasharkan. Oldi partiga o'tir. Ustoz, men oldida o'tirishga o'rganmaganman. O'tir. Bo'pti, darsdan keyin chiqaman, o'qituvchi kirdi. O'tib ketding, iltimos, sen o'tib ketasan. Da, bu qiz ham aynan shu yerdan o'tkisi kelib qoladi. O'tib keting, iltimos. Ketding, iltimos, ochildi. Qo'yaveradi shu qiz bor. V deysevar kim bilan gaplashyapti? Nima ishing bor? Sevar bilan qiziq ko'rasan, bitta o'zimiz sinfda qiz yo'q. Menga qarang, Farhod bor. Sinfimizdagi shunaqa yoqmaydi menga. Juda ham suyuq bola. Menga hech telefon qilgan ekan, qizini bosib qo'ydim. Keyin domashniga telefon qildi. Ha? Qizini bosdingmi? Qizini bosib qo'ydim. Bor yo'qolsa-da, men menga telefon qiladi, adamga nima deyman? Domashning yo'q edi-yu, nima? Bor ekan, men ham yo'q deb o'ylagandim. Anavi qo'shni sinfdagi Sevara bor-ku, o'shanga ham shunaqa gaplar yozib tashlagan ekan. Ko'rsang, Instagramda, Telegramlarda yozib tashlabdi. Bo'lmasa Masha darsdan qolib ketayotgandim. Daftarimni to'ldirib ber, iltimos. Hop,